Sen o'g'irlik qilding. Uni aql bilan yashirding, lekin kichik dalillarni qoldirding. Sotuvchilar orasida sheriklaring bor ko'rinadi. Qo'ysangiz-chi, yo'q, siz hali juda yoshsiz. Buni tushunish siz uchun qiyin bo'lishi mumkin, ammo bu zaruriy hujjatlar. Men osonlikcha aldayman deb o'ylama. Men kvitansiyalarni ko'rib chiqishga odatlanganman. Ishlarni muammosi ketishini istasangiz, to'lanish kerak bo'lgan ko'plab rejalashtirilmagan narsalar bo'ladi. Sen rejada bo'lmagan sotuvchilarga buyurtma bergansan. Chunki men undan mosroq sotuvchini bilar edim. Unday bo'lsa nega bu rejadan orqada? Biron narsani amalga oshirishda hal qilish uchun har xil noma'lum narsalar bor. Hech bir loyiha hech qachon rejada bo'lmaydi. U o'zlashtirish ustiga sotuvchilarni almashtirish uchun ham pora oldi. U korrupsionerni timsoli. Yovuz lord sifatida uni ishidan saboq olishim kerak ko'rinadi. Shunday qilib ko'proq boylik to'plashim mumkin. Xo'jayin, mana bunga qarang. Ba'zi o'g'irliklar janjalga olib kelgan. Demak, ular ko'pligidan yashira olmaganmi? Qanday ahmoq. Bu men emas edim, bu meni qo'l ostimdagi xodimning o'g'irligi edi. Seni xodimingmi? Ha, bu dahshatli voqea edi. Shuning uchun u darhol qatl qilindi. Rostdanmi? Ha, garchi aniq dalillar hech qachon keltirilmagan. Pul oqimi noma'lum va hisobga olinmagan mablag'lar yetishmaganligicha qolmoqda. Bu degani o'g'irligingni qo'l ostingdagi xodimingni bo'yniga qo'yib uni o'ldirdingmi? Meni lordim, bu qo'g'irchoqli gaplarga ishonmasligingiz kerak. Ular bizni oldingi sivilizatsiyamizni yo'q qilgan, bizning dushmanlarimiz hisoblanadi. Sen qo'l ostingdagi odamni o'ldirishdan zavqlanganmisan? Nima? Men sendan qo'l ostingdagi xodimni o'ldirganingdan keyin zavqlanib yashayapsanmi deb so'radim. Meni lordim, sizni aldashyapti. Albatta, men biroz aybdor bo'lishim mumkindir, lekin hamma buni qilyapti axir. Tomoqni ba'zida moylab turish zarurdir. Bu qo'g'irchoqlar buni tushunmaydi. Bunday qilmang. Mishqi, kimni hisobiga yashayotganingni bilasanmi? Biz seni shunday hashamatda yashashing uchun iflos og'zingni qaytib ochma. O'z vakolatimdan foydalanishim mumkin bo'lgan yagona odam menman. O'z xalqimga zulm qilishim mumkin bo'lgan yagona odam menman. Xalqimga ham pulimga ham qo'lingni tekkizma. Senga o'xshagan axlat aslida o'lish kerak. Xo'jayin, u allaqachon o'lgan. Meni jahlim chiqayapti. Amagi, hammasini to'liq tekshiruvdan o'tkaz. Men har bir korrupsionerni qatl qilaman. Xo'jayin, iltimos qilichingizni tushiring. Nima?